hammaning og'zidan tushmaydigan italyanskiy reduktorda poddelkasi borligini bilarmidingiz? Aldanib qolishni xohlamasangiz, bu video siz uchun. Reduktor o'zi nima vazifani bajaradi? Originali 170 dan 186 kuchga mo'ljallangan va original farqlari. Bu yoqqa olib kelgan kamera. Ko'rib o'tishingiz mumkin, boliti va bu tomondagi plombasi. Xitoyga kelsak, buni mana bu joyidan va mana bu joyidan farqlab olsangiz bo'ladi va bu yetarli davleniya yetkazib bermaydi, sizga ko'p xarajatga tushiradi. Endi buni chekkaga surib, bomba aksiya va yangiligini sizlarga e'lon qilib qolamiz. Ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Mana bunga o'xshash kovuriklar ham olib kelganmiz. Buni afzallik tomoni propan baloningiz chirimaydi. Bu kovurigimizda turish holatini ko'radigan bo'lsa, juda ham ideal holatda bo'ladi. Eng glavnisi sizga uzoq yil propan balon chirimasdan xizmat qilib beradi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni ham unutmang. Bu videoni yaqinda propan qo'ydirmoqchi bo'lgan tanishlaringga yuborib qo'yinglar. Manfaatli bo'ladi. Pastda raqam qoldiramiz. Keyingi video obzorlarda sizlarga metanning farqini ham aytib o'tamiz.